O'z agrolizing aksiyadorlik jamiyati tomonidan qishloq xo'jaligi sohasida ochiqlikni ta'minlash, ishlab chiqarish jarayonlarini keng jamoatchilikka tanishtirish maqsadida press-tur va matbuot anjumani o'tkazildi. Unda ishtirokchilar klaster faoliyati, zamonaviy texnologiyalar va ishlab chiqarish jarayonlari bilan yaqindan tanishdilar. Hozir shu haqda. Press-tur avvalda Chirchiq shahrida joylashgan Agrotech klasteri hamda Class kompaniyasining qishloq xo'jaligi texnikalarini ishlab chiqarish va yig'ish jarayonlari bilan yaqindan tanishdilar. Shuningdek, ularga texnikalarni ishlab chiqarishning asosiy bosqichlari, zamonaviy texnologiyalar asosida yig'ish va sifat nazorati jarayonlari, texnikalarni foydalanishga tayyorlash va sinovdan o'tkazish hamda servis xizmatlari haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Biz hozir texnik amaliyotga tashrif buyurdik. Bu o'sha bizning texnik amaliyotimiz bizga yanada yuqori bilimlarni egallashimizga, ko'proq ma'lumotlarni bilishimizga katta yordam beradi. Hozir biz Agrotech korxonasini yig'uv sexida joylashgan klass texnikalarini ishlab chiqarish yig'uv sexidamiz. Bu yerda shu detallarni bir-biriga bog'lab, to'liq bir mashinani yig'ish jarayoni amalga oshiriladi. Biz shuni o'rganib, kelajakda mukammal bilimga ega bo'lgan salohiyatli kadr bo'lib yetishib chiqishimizga xizmat qiladi. Qiziqqanim uchun shu sohada o'qimoqdaman. Chunki yoshligimdan beri otam fermer bo'lganliklari uchun o'zim texnika orasida katta bo'lganimda sabablimi shu texnikalarga qiziqish uyg'ongan. Menga hozirda gaz va benzinda ishlab chiqariladigan traktor avtomobillari yoqdi. Chunki buni sababi dizelga nisbatan hamyon bo'lib bo'lganligi va o'zimizda ishlab chiqarilayotganligi. Shuningdek, press-tur doirasida matbuot anjumani ham tashkil etilib, unda ishtirokchilar va ommaviy axborot vositalariga agrotexnika sohasida olib borilayotgan islohotlar, fermerlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar va yosh mutaxassislarni tayyorlash, ularni qo'llab-quvvatlash masalalari atroflicha muhokama qilindi. Mana bugun Agrolizing aksiyadorlik kompaniyasining ommaviy axborot vositalari hamda Toshkent irrigatsiya qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish muhandislari ilmiy tadqiqot markazini talabalari ishtirokida press-tur tashkil qilindi. Ushbu press-tur bizni Chirchiqda joylashgan qishloq xo'jaligi texnikalari ishlab chiqarish klasterida tashkil qilindi. Talabalarga bu yerda ishlab chiqarish jarayonlari, har bitta qishloq xo'jaligi texnikalarini ishlab chiqarish jarayonlari bilan tanishtirildi. Hamda kompaniyamiz tomonidan olib borilayotgan ishlar, aynan qishloq xo'jaligiga yetkazib berilayotgan texnikalar va ularni imtiyozli shartlarda yetkazib berilayotganligi to'g'risida ma'lumotlar batafsil berildi. Agrotech klasterida bo'lib o'tgan ushbu press-tur va matbuot anjumani ta'lim, ishlab chiqarish va amaliyotning bir maydonda uyg'unlashgan samarali namunasi bo'ldi. Zilola Hakimjonova, Doniyor Akbarov, Hudud informatsion dasturi uchun.